Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda G'azoni 70% egallansin. Netanyahu armiyaga yashil chiroq yo'qdi. Rossiya droni NATO davlatida portladi. Vaziyat keskinlashmoqda. Yevropa oyoqqa turdi. Qirg'iziston 21 tonna tarvuzni O'zbekistonga qaytarib yubordi. AQSh va Eron kelishdi. Urush taqdiri hal bo'lmoqda. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. G'azoni 70% egallansin. Netanyahu armiyaga yashil chiroq yo'qdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu armiyaga G'azo ustidan nazoratni 70% yetkazishni buyurdi. Bu haqda BBC xabar berdi. Biz hozirda hammasini siqib chiqaryapmiz. Ayni paytda sektorning 60%ni nazorat qilyapmiz. Bundan xabardorsiz. Biz 50% deydik, 60 ga o'tdik. Mening topshirig'im shunda iboratki, deya Netanyahu gapirayotganida olomon orasidan kimdir 100% ga deya qichqirdi. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בוא נתחיל בזה. Qadam baqadam boramiz. Avvalo 70, shundan boshlaymiz. Har tomondan siqib kelyapmiz. Qolganlari bilan ham shug'ullanamiz, dedi Isroil bosh vaziri. Isroilning nazoratni kengaytirishi AQSh prezidenti Donald Trump boshchiligida Isroil va Hamas o'rtasida 2025-yil oktyabr oyida kelishilgan o't ochishni to'xtatish shartlariga zid keladi. Netanyahuning bayonoti Isroil G'azoga zarba berishda davom etayotgan bir paytda e'lon qilindi. Oktyabr oyida otash kesim e'lon qilingandan beri G'azoda kamida 738 nafar falastinlik halok bo'ldi. Netanyahu oktyabr oyida kelishilgan 53% o'rniga armiya G'azoning 60% dan ko'prog'ini nazorat qilayotganini tasdiqlovchi bir nechta ommaviy bayonotlar berdi. O't ochishni to'xtatish kelishuviga ko'ra, Isroil armiyasi sariq chiziq deb nomlanuvchi demarkatsiya chizig'iga chekingan edi. May oyida e'lon qilingan 15 banddan iborat tinchlik rejasi Hamasni qurolsizlantirish va Isroil qo'shinlarini G'azodan butunlay olib chiqib ketishni o'z ichiga oladi. Biroq Isroil va Falastin guruhi o'rtasidagi bilvosita muzokaralar hozircha to'xtab qolgan. 2026-yil 12-may holatiga ko'ra, G'azoda 72742 nafar falastinlik halok bo'lgan. 172565 nafar esa jarohatlangan. Halok bo'lganlarning kamida 21283 nafari yosh bolalardir. Rossiya droni NATO davlatida portladi. Vaziyat keskinlashmoqda. Rossiyaga tegishli dron 29-mayga o'tar kechasi Ruminiyadagi ko'p qavatli uyga kelib urildi. Bu haqda Ruminiya mudofaa vazirligi xabar berdi. Hujum oqibatida Galat shahridagi turar joy binosining 10-qavatidagi xonadonda yong'in chiqqan. Dronning portlovchi zaryadi detonatsiya bo'lgan. Hodisa oqibatida 2 kishi jarohatlangan. Ularga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilgan. 70 nafar kishi evakuatsiya qilingan va yong'in o'chirilgan. Ruminiya mudofaa vazirligiga ko'ra, hodisa yuz bergan kechada Rossiya Ukrainaning chegara yaqinidagi fuqarolik va infratuzilma obyektlariga dronlar bilan hujum uyushtirgan. Ushbu dronlardan biri Ruminiya havo hududiga kirgan va Galatsdagi turar joy binosi tomiga qulagan. Uni urib tushirish uchun soat 1:19 da Fetishte aviabazasidan 2 ta F-16 qiruvchi samolyoti va Sokat vertolyoti havoga ko'tarilgan. Samolyot uchuvchilari ogohlantirish rejimi davomida nishonlarga zarba berish vakolatiga ega bo'lgan. Yevropa ittifoqi rahbari Ursula von der Leyen Ruminiyada turar joy binosiga dron tushgani munosabati bilan Rossiya yana bir chegaradan o'tganini ma'lum qildi. Rossiyaning tajovuzkor urushi yana bir chegaradan o'tdi. Rossiya droni Ruminiyaning aholisi zich yashaydigan hududiga zarba berdi. Oqibatda tinch aholi jabrlandi. Bu Yevropa ittifoqi hududida sodir bo'ldi. Biz Ruminiya va uning xalqi bilan to'liq hamjihatmiz. Biz xavfsizlik va tiyib turish tizimimizni, ayniqsa sharqiy chegarada yanada mustahkamlashda davom etamiz hamda Rossiyaga bosimni kuchaytiramiz. Hozirda biz sanksiyalarning 21-paketini tayyorlamoqdamiz, dedi u. Qirg'iziston 21 tonna tarvuzni O'zbekistonga qaytarib yubordi. Qirg'iziston O'zbekistondan olib kelingan 21 tonna tarvuzni ortiga qaytarib yubordi.
Bu haqda Qirg'iziston Qishloq xo'jaligi vazirligiga tayanib 24.kga xabar berdi. Tarvuzlar 28-may kuni Do'stlik postida fitosanitariya nazorati davomida tekshirilgan. Natijada karantin ostidagi mahsulot qadog'ida majburiy markirovka yorliq yo'qligi aniqlangan. Bu esa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining karantin fitosanitariya talablarini buzish hisoblanadi. Oqibatda yukni Qirg'iziston hududiga olib kirish taqiqlangan va mahsulot qonunchilik talablariga muvofiq ortga qaytarib yuborilgan. Bu Qirg'iziston karantin qoidalariga rioya etilmagani uchun O'zbekiston mahsulotlarini qaytargan birinchi holat emas. 2025-yilda Qirg'iziston O'zbekistondan eksport qilingan 3,5 tonna pistani qaytarib yuborgan edi. Bunga mahsulotlar qadog'ida majburiy markirovka bo'lmagani sabab bo'lgan. Shu yil eksport qilingan 21 tonna qovun ham qaytarilgan. Tekshiruv chog'ida qovunlar fitosanitariya sertifikatida ko'rsatilmagan somon ustida tashilgan. Ta'kidlanishicha, somon fitosanitar xavfi yuqori bo'lgan mahsulotlar qatoriga kiradi. Uning tarkibida begona o'tlarning urug'lari bo'lishi mumkin. 2026-yil yanvar oyida esa Qirg'iziston salkam 27 tonna piyozni O'zbekistonga qaytarib yuborgan. 26 tonna 978 kilogramm piyoz fitosanitar tekshiruvdan o'tkazilgan. Kerakli fitosanitar sertifikat va yuk markirovkasi bo'lmaganligi sababli mahsulot ortga qaytarilgan. Mart oyida esa 80 ming tubdan ortiq ko'chat O'zbekistonga qaytarib yuborilgan. Tekshiruv natijasida Qirg'izistonga olib kirilayotgan ko'chat navlari import qilishga ruxsat berilmagan o'simliklar ro'yxatida yo'qligi aniqlangan. AQSh va Eron kelishdi. Urush taqdiri hal bo'lmoqda. AQSh va Eron muzokarachilari qurolli mojaroni tugatish va yadro muammosi bo'yicha muzokaralarni boshlash bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi loyihasini tayyorlashni yakunladi. Biroq prezident Donald Trump hujjatni hali ma'qullamadi, deb xabar berdi Axios. AQSh va Eron muzokarachilari o'zaro anglashuv memorandumi bo'yicha kelishuvga erishdi. Unda sulhning 60 kunga uzaytirilishi va Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning boshlanishi haqida so'z boradi, deb yozdi portal o'z manbalariga tayanib. Ta'kidlanishicha, memorandum shartlarining aksariyati kelishilgan. Biroq ikkala davlat ham hali o'z yetakchilarining roziligini olishi kerak. Keyinroq Eron tomoni amerikalik muzokarachilar bilan bog'lanib, ularga Tehronda zarur ruxsatnomalar olinganini ma'lum qildi. Bu haqda Eronda hali rasman xabar berilmadi. Shuningdek, portal ma'lumotlariga ko'ra, amerikalik muzokarachilar kelishuv tafsilotlari haqida Trampga xabar bergan. Biroq u memorandumni darhol imzolamagan va bu haqda o'ylab ko'rishni xohlayotganini aytgan. Manbalarning xabar berishicha, memorandum doirasida 60 kun davomida Hormuz bo'g'ozida kema qatnovi cheklanmaydi va bepul bo'ladi. Shuningdek, Eron 30 kun ichida bo'g'ozdagi minalarni olib tashlash kerak. Shuningdek, memorandumda Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga urinmaslik majburiyati haqida so'z boradi. Bitim amal qilish davrida Eronning yuqori darajada boyitilgan uran taqdiri va umuman Eronda uranni boyitish bo'yicha muzokaralar olib boriladi. Memorandum ma'qullangan taqdirda AQSh Eronga qarshi sanksiyalarni yumshatishga va muzlatilgan Eron aktivlarini ochishga va'da beradi.